Ko'soq to'roqdaman, mashinani bostirib ketyapman, chunki bitta farg'onalik kelin hozir o'lim bilan olishyapti. Farzand ko'rdi. O'sha farzandi alhamdulillah sog'lom tug'ildi, lekin onaning ahvoli juda ham og'ir. Hozir doktorlar bilan gaplashdim. Srochni yetib kelmasang bo'lmaydi dedi. Eri shetda ekan, umuman hech nimani bilmas ekan. Hozir faqat yig'layapti eri. Iltimos sizlardan faqat duo qilib turinglar. Kimnidir duosi qabul. Hozir shu oxirgi yarim soat hamma narsani hal qiladi deyapti. Hozir nafas olishi to'xtayapti. Sun'iy nafas beryapmiz, elektroshokerlardan ham foydalanyapmiz. Yarim soat hamma narsani hal qiladi. Duo qilinglar deyapti karislar ham. Iltimos sizlardan maksimalni tarqatinglar. Hozir men uchib ketyapman. Inshaalloh yetib borishim mayli o'z yo'liga, lekin bu insonga Alloh shifo bersa, iloyim yaxshi holatdagi xabar bilan keyingi post qo'yish nasib qilsa. Bola sog'lom alhamdulillah, lekin onani o'sha tug'ruqdan keyin juda ko'p qon ketishi oqibatida hozir o'sha yurak to'xtayapti ekan. Xullas ahvol juda ham chata, men bostirib ketyapman. Sizlar faqat duo qilinglar. Gapim tamom. Hammadan iltimos, faqat duo qilinglar. Sog' bo'linglar.